Sekin yur. Dadasi, mani uyimga tashlab ketsangiz bo'lardi. Menga qarang, uyda nima qilasan? Hozir g'alati bo'ladi, uyingga olib borsam. Yur, men o'zim qarayman uyga. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Assalomu alaykum onajon. Men qara, borsam uyga kiravergan. Ahmoqmisan? Nimaga olib kelding xotiningni uyga? Ona nima deganingiz bu? Uy shet bo'lgandan keyin shetga olib kelaman-da. Qaynona bo'lib turib, endi men xizmatini qilarkanman-da. Kasal boqib o'tirishim qoluvdi endi meni. Bolalariga qaraydimi? O'zini eplolmasa. Bor, joylashmamasdan onasiga olib tashlab bahona qilib, "Sen ishga ketasan, men uyda qoladigan odamman. Uni xizmatini qilib o'tirmayman-ku." Ona, meni g'ururimga to'g'ri kelmaydi. Menga qarang, siz ish baloq men o'zim telefonlashib osh-ovqatni ham o'zim qilib beraman. Xo'p, bo'pti. Nodira, Labiyojon. polisiya ham bekorga ruxsat bermagan, qizim. Yaxshisizki ruxsat bergan, bilib ishlaringizni qiling. Harakatda barakat bor. Yo, men o'zim qilib qo'yaymi shu ishlarni ham? Yo'q, ojon, qilaman bering. Voy, nima endi ko'taryapsan? Nima qilarding? Og'ir ko'tarib yur doktorga. Keldingmi? Qani xotining? Ha, nima bo'pti? Vohmalaring olamni buzadi. Ona nima qilardingiz? Shu ishni qildirib, menga aytmaysizmi? O'sha 3-marta farzandimiz nobud bo'lyapti. Sal asab tursangiz bo'lardi, ona. Xotining tug'ishni bilmasa, ayb mandami? Namcha bunaqa tegma nozik bu. Biz ham tug'ganmiz, sigirlarni sog'ib, yerlarni chopib, oiladagi hamma ishlarni qilib o'tirardim men ham. O'zi kasal xotin olganmisan deyman-da. Bitta bolani ham eplab tug'a olmaydi. Alloh hammaga insof bersin.